Tayyor uy olib yashayman deganlar uchun bizda zo'r variantimiz chiqyapti. 3 Qahramon postidan 3,5 kilometr o'tganda mana shunaqa to'r sotuvga tushgan uyimizni hozir shu uy sizlar bilan to'liq video obzor qilib chiqamiz. Parvoz mahallasida joylashgan bu uyimizni. Xo'p, videoni mana shu kiraverishdan boshlab ko'rsataman sizlarga. Xo'p, bu yerda ko'rayotganingizdek asosiy kirish eshigimizda bu yerda ikkita mashina olib kirish uchun joy bor, lekin tashqari tarafda ham mashina qo'ysa bo'ladigan joy bor. Tashqari ko'chasi asfalt qilingan. Bu yoq burchakda bo'lsa yozgi oshxonalar tayyor holatda qilingan. Videoni boshida aytib o'tganimdek, bu uyimizni shunday xarid qilib ko'chib kirsa bo'ladigan holatda. Bu yerda ko'rayotganingizdek ikkita yonda zelenoy zonalar qilingan. Endi bismillah deb mana shu binoyimizga kiramiz. Bitta hovlini alohida ko'rsatib o'taman. Juda ham uzun qilingan, keng joy ko'p. Podvalga bu yerdan ham tushsa bo'ladi. Biza ichkariga kirib, ichkaridan keyin podvalga ham tushib ko'rsataman sizlarga. Bismillah deb kiramiz. Kirganimizda bitta kirishimiz bilan mana shunaqa kichkina hol, o'tirish uchun zona, divanli zona qilingan. Bu yerda televizorlar qo'yib qo'yilgan. Bu hamma narsa qoladi. Mana shunday holatida sotilyapti bu uyimizda mebellar, texnikalari bor. O'ng tarafda bo'lsa, mana kirishimiz bilan oshxona. Oshxonamizda ham mebellar qilingan, texnikalarigacha qilingan. Ko'rayotganingizdek, bu yerda xolodilnik, mana bunga kirmoshina ham qo'yib qo'yilgan. Xullas, uyimiz tayyor holatda. Oshxonadan chiqqanimizda mana bu yerda endi bitta katta zal, mehmonlar kutish uchun mo'ljallangan. Bu yerda ham mana televizorlar o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa endi birinchi qavat uchun bitta общий sanuzel qilingan. Birinchi qavatda ko'radigan oxirgi xonamizda bu bitta spalnya. Orqa tarafda joy tashab ketilgan, mana shu yorug'lik havo aylantirish uchun mana shu deraza orqa tarafga qaragan. Orqa tarafga o'tadigan bu yerda ham eshik bor ko'rayotganingizdek. Hozir endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Undan keyin videoni oxirigacha tomosha qilib tursanglar, podvalni ham sizlarga ko'rsataman. Podvalimizni mana shu binoyimizni bir 50% tegi podval qilingan. Bizdan alohida ko'rsatmasam bo'lmaydi. Chiqishimiz bilan mana o'ng tarafda bitta xona. Ko'rayotganingizdek xolodilnik, televizorlar bor. Bu yerda mana shu balkonga chiqsa bo'ladi. Balkonimiz ham ko'rayotganingizdek kichkina emas, mana hovlini ko'rinishi. Uy yoqayotgan bo'lsa, shunaqa uylardan niyat qilgan bo'lsanglar, bitta shu videoga like bosib qoldirish esingizdan chiqmasin. Agar uy qidirayotgan tanishinglar bo'lsa, albatta shu videoni jo'natib qo'yinglar. Bu yerda endi bitta spalnya. Bu spalyaning o'zining ichida alohida sanuzel bor. Ikkinchi qavat uchun bitta общий sanuzel. Bu yerda mana yana bitta xona. Bu yerda yana xuddi shunaqa ikkita xona qilingan. Buni menimcha yosh bolalar uchun xona desak bo'ladi. Sal kichkinaroq, lekin xonalar soni ko'p. Buni ko'rayotganingizdek, bu yerda yana bitta. Hop, ikkinchi qavatda ham ko'rdik, endi podvalga tushiramiz. Hop, agar kanalimizga podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya qilib qo'yinglar. Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yish esingizdan chiqmasin. U yerda mana shu yangi chiqqan videolar sraz qo'yib boriladi. Instagram, YouTube'ga qaraganda. Mana podvalimizning ko'rinishi mana shu holatda. Aytib o'tgandek, bu podvalga hovlidan ham tushsa bo'ladi, mana shu yerdan tushsa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, mana uyimizning yuragi joylashtirilgan. Shu uyimizni sotuvda agar kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamlarimizni yozib qoldiriladi, uzr. Uyi narxi ham opsiyonida yozib qoldiriladi. Batafsil ma'lumot hammasi opsiyonida bo'ladi. Bemalol ko'rib olib, telefon qilsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.